بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بو الجزء الثاني لكتاب الدكتورة أودري سي شلانسكي. طبعا شلانسكي هاتيك نهاية السبعينات أوزبك إنساننغا تركيز قلب توثيق قلب يعني قيد في تكالر وكتب لره سنوات طويلة في المنفى يعني mana shu insonlar qanday zokirani istiqdom qilishadi. Ko'ring, zokira bo'lmani كأداة للمقاومة الثقافية. erib ketmash uchun, qo'shilib ketmas uchun. Masalan, biz ketdik Afg'onistonga, thaqofamizni, nimamizni, ya'ni fikrimizni, nimamizni hifozat qildik. O'zimizni taqlidlarimizni, o'zimizni turosimizni. Saudiyaga keldik, ayni shaklga. Sumalakimizni, shoh mashrabimizni, hikoyat sha'biylarimizni, xotinlar bunga atadi, bu kitobga ko'p katta asosiy roli bor deydi. Shu xotinlar mana shu taqolidi zavoj, mana shu taqolidi usra, shularda ya'ni erkaklar ketib ishlardi ko'chaga deydi. Lekin xotinlar uyga o'tirib mana shu taqofani, mana shu nimani erib ketib, qo'shilib ketmasdan hifozat qildi deydi. Shunga ya'ni abahlardan bittasi masalan hafalat az-zavoj, al-xitan, sunnati. Shularda nima qilganlar? Ya'ni zikr qilib ketganlar. Va ko'p asosiy bir nuqta bor, ko'p shirin nuqta bor bu kitobga. إنه الشخص العادي بس تمسكي والله الإمبراطور الفلاني جاء، الإمبراطورية الفلانية سوت يا بكشي شو شخص أوزبكي شو بسيط شو معناه حكاية سنة بس قال ما خلاده أتمديك بالرقم كي تشتكي الاشتياء واشترده مثلا توثيق قلب قصة alıp kattalardan bile oturup to'ylarga borib sunnatlarga borib bizi ya'ni aytganidek ya'ni tarixiy shafaviyni bizga nima qilganlar, ya'ni o'tkazganlar. Shelenskiy borib vasaiq rasmiyni olib kelib jamlab faqat emaslar qilganlar. Taban uni ham bir akademiy asosiy bir narsa. Lakin savt berdi aydi insonlarga, eshitdi va atadiki Shalansky mana shu aydi insonlar, tamommi? Mana shu normal insonlarda qisoslari va shaxsiy qisoslari mana shu o'zi tarixi haqiqiy. Allazi yajib an yuktab. Yozilishi kerak bo'lgan tarixiy haqiqiy, tamommi? Kim bu? Mana shu inson aydilar. Mana shu biz, tamommi? Va mana shu bizning qisos shaxsiyimiz qayd bo'lishi kerak, yozilishi kerak. Va mana shu doğrultusunda mana shu nimaga biz nima qilamiz? Taban ya'ni taatufi insoniy, tamommi? Shu damdagi inson bilan o'tirib, eshitib, qissasini olib, qayd qilib, ya'ni mana shu o'zi tarix haqiqiy. Mana shuni biz yo'qotishimiz kerak emas. Mana shu ota-dadalarimiz, mana shu kattalarimiz qiyinliklarga ko'rishgan, narsalarga yashashgan, ularda shu shaxsiy hikoyatlarni olib, qayd qilib, qo'yib, ta'atuf qilib nima qilishimiz kerakki, aytgan doktor Shalansky Harvarddan mutaxassis doktorat olib chiqqan kishi deydi, mana shu tarix haqiqiy deydi. Taban Jamoat Wyomingda ustoza faxriya bu kishi. Keyin ya'ni Kutla Shamoliyaga gapiradilar. Shu Shimoliy Afg'onistonga ko'p gapiradilar. Shu muhojirlarki Osiyo nimagan O'zbekistonga ketgan hatto, tamommi? Ana shu yerda borib Amudi faqari bo'lgan ana shu yerda. Ya'ni Shimoliy Afg'onistonga. Zaten shu taraflar bizni o'zimizga edi. Ana shu yerda ag'labiyati o'zbek edi, turkman edi, turk qavmiyatlari edi. Va 2000 yilga ishiga hammasi biz shu yerlar bizniki edi. Biz voris edik shu nimalarda. Biz hatta borganimizga, tamommi? Ko'p qo'shish bo'ldi u taraflarda, ya'ni irqiy shaklini tag'yir qilish uchun. Nima qilish uchun? Lekin turklar va o'zbeklar va nimalar sabit turishdi, mahkam turishdi. Shunga ya'ni shu shamol o'zbek turkman mana shu Mazar Sharif bo'lsin, Shibirg'on bo'lsin, Qunduz bo'lsin, ya'ni
ko'p qaviy mustaqil siyosiy va thaqofiy bir yerlar bo'lib qoldi. Va ma'al asaf biroz tafrit qildik biz. Tafrit qildik. Shu yerlar biz yerlarimiz, biz vorisimiz shu taraflarda. Biz aytganimdek, ya'ni katta kutla bashariyimiz bor hatto. 2000 yil tariximiz bor, vorisimiz hatto biz. Mavjud sistemga, mavjud hukmga biz amr to'a qilamiz. Lakin shuni bilaylikki, shu taraflar bizda thaqofiy, tamommi? Va fikriy yerlarimiz. Buni hech esimizdan chiqmaylik. Shalenskiy, ya'ni shu shaklga, ya'ni shu chiroylik nimaga, shu oqsoqollargan, shu tojirlargan, muhojirlar, ya'ni shu oxir jumla, ya'ni aytadilarki, shu olimlarimiz, shayxlarimiz, tamommi? Shu Buxoroga qochganlar, muhojir bo'lib kelganlar, tamommi? Faqat bu va'z emas edi. Va'z shun ishlar emas edi. Bal kanu hurras az-zakira. Thaqofatni horisi edi, zakirani horisi nima, ya'ni saqlagandi. Va ya'ni hozirgacha mana shu madrasa Buxoriyga, shu Buxoroga kelgan, bugungacha ta'siri ashta mavjud. Va nima, va farid qilishimiz kerak emas. Va ashta borib o'tirish, joy ochish, nima qilish biza nimamizgan, asos ishlarimizdan bittasi. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.